Ozgina qaysi tomon? Az. Kayfiyat. İnson uchun Inson uchun loyihasi davomida volontyorlarga ushbu savol bilan yuzlanamiz. Volontyorlikni bir so'z bilan ifodalang. Yaxshilik, Mehr, tabassum, ovqat, do'stlik, ko'ngillik, tajriba, счастье, радость, Humo. yordam, знакомство, Дружба. Kayt. добро, muruvvat, sertifikat, yaxshilik, Tabassum. семья, любовь, Kelajak. Shaxs. yordam, Xushmuomalat. Xolis. Curiosity. quvonch, Rivojlanish. mehribonlik, Umid. искренность, imkoniyat, networking, bolalar, oila, Yaxshilik. biz, Birgamiz. Помощь. Содружество. отважность, Mehribonlik. sovg'alar. Siz. Sayohatli. Volontyorlik siz uchun nima? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.